Assalomu alaykum hammaga, kanalimiz a'zolari, mehmonlariga. Xudo xolasa Ideal Plant korxonasidan maxsus katyol. Bu maxsus katyol faqat gazoblok obordiyonalari uchun. Mana xudo xolasa graduslarimiz 10 minut bo'ldi, 48 gradusga chiqdi. Bittasi 48, bittasi 45 da turibdi. 60, 62. 62 gradusga chiqqanda motor ventilyatorlarning ko'mirlarning kelishini, podachini o'chiradi. 60 gradusga chiqqanda avtomatik sovuq suvni ochadi. Kirgan sovuq suv 60 gradusda chiqib ketadi mana shu yerdan, xudo xolasa. Xo'sh, bu yerda ozgina shamol sovuqligini hisobiga relaylar yoqib qo'yganmiz. Sezgi nimalarini uchun bulardan tashlab qo'ydik. Tashqaridan sovuq bo'lmasligi uchun. Biz katyolimiz ko'mirda ishlaydi. Aqllik, o'zi o'tirib, o'zi yoqib, o'zi dirillatveradi. Xolasa, katyol yonishi bu boshqa katyollardan ancha farq qiladi. Bu dumaloq katyolda mana. Dumaloq katyol. Hammasi podachlar avtomat bo'lgan, shit faqat qo'yiladi. Mana hozir 50 gradusga ko'tarildi o'sha mana. 51 bo'ldi. Chiqish suvdagi. Bu yerda obrotka yo'q, faqat kiradi, issiq suv chiqadi. Mana gazoblok liniyalariga, rushnoy liniyalarga yangilik qildik. Lenta o'rnatdik mana. Bu yerda semen qumni ko'tarib tashlash shart emas, mana shu yerdan. Lenta yurib turadi, qum semenni chiqazib yuborishadi mana shu yerdan. Fırlab chiqib ketaveradi mana. Ular ham bad zakaz tayyorlanyapti. Mana lenta bilan chiqadi hammasi mana. Bo'lsa ham endi bu haligi avtomat liniyaning eng oddiy variantini ham sal mukammalroq qilinyapti-da. Oddiy variantdan ko'ra rushnoy liniyadan ko'ra yengilroq mehnat. Sababi 250 kg, 150 kg, 300 kg narsani ko'tarib qo'lda tepaga tashlanmaydi-yu, mana shu yerdan berib yuborilaveradi. Shunda qopni ochib semen tashladi, o'zi chiqib ketadi. Qum tashlaydi, chiqib ketaveradi hammasi. Mana shunaqa yangiliklar chut-chut qilib turibmiz. Bunaqa katta o'zgarishlar bo'lgan yo'q, lekin bor, Xudoga shukr, harakat. Bizda asosiy muammo bo'lib turgan narsa hammada mana shu suvni isitish muammosi juda ko'pchilikda bo'lgan. Yoki 10 tonna, 5 tonna suvni obrobotka qilib isitilyapti-da hammada. Bizda mana artizonga ulab qo'yganmiz, suvni shinayda pryamoy suv bor. Mana shunda kelib turibdi u yerdan. Mana shu oqib ulab qo'ydik, artizonga suv kelyapti, ulab qo'yganmiz. Hozir buni ichiga suv kirgan yo'q. Suv qiziganda hisobiga u yerdan tashlab turibdi. Bundagi suvni bochkaga tashlaymiz, xudo xolasa. Bochkaga tashlab qo'yib, bochkadan foydalanilaveradi. Har qancha bo'lsa, bu ekonom variantida. Ekonom variant. Ko'mirga ham, svetga ham hamma narsa ekonom bo'ladi. Keyin buni misol uchun katta zavodlarda 10 tonna suvni kechasi bilan isitish kerak bo'ladi. Shu tomonlari muammo bo'ladi-da. Bu liniyada ishchilar keladi, ishni boshlashdan 1 soat oldin shunday o'tni yoqib suvni ulab qo'yishadi. Avtomatik suv doimiy turadigan bo'lsa, o'zi ichida to'la suv bo'ladi, o'tni yoqib qo'yiladi xolos, suv quyilmaydi qaytib. Bir marta quyiladi. Shu bilan klapan o'sha gradus yetib kelganda, sizga kerakli gradusga yetib kelganda klapan suvni ochadi, bu yoqdan sizga kerakli suv chiqaveradi. To'xtamaydi, uzluksiz chiqib turish ta'minlaydi. Faqat uzluksiz suv chiqishi uchun birinchi sistemada buni isitib olish kerak, suvni o'sha kerakli gradusga. Ana kerakli gradusga chiqqandan keyin suv to'xtamaydi bunda. Issiq suv doimiy bo'lib turadi. Endi ustakanda ham ishi zaril, bolgarkani ishlab jarillatib san to'xtab turibdi-da. Hozirgacha 4 minutda 15 gradus, 10 gradus, 11 gradus qo'shib 4 minutda. Mana relslarni ham o'zimiz ishxonada tayyorlayapmiz, gazoblok uchun relslarni hammasini tayyorlab olib qo'yib beryapmiz. Qarochi bizni korxona bilan ishlaydigan odam shu joyda tekis plashatka, stashka qilib beradi. Relslarigacha hamma narsasini o'zimiz ustanovka qilib qo'yib beramiz. Biz kelishilgan holatda narxlarni kelishiladi, tekis stashkani olamiz. Zavod relsigacha o'zimiz olib qo'yib beramiz. Narxlari kelishilgan holatda.